olsa normalga maosh Bemorimizni yengil uxlatib oldik. Endi induksiya jarayoni. Bu narkozning kirish qismi deydi. Biz shu etapni boshladik. Bemorimizning dastlabki ko'rsatkichlari a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. Intubatsiya jarayoni. Bunda bemorni nafas yo'liga intubation trubka yoki naycha o'rnatiladi. Xo'xtalik bilan bu hammasi og'riqsiz va juda xavfsiz protsedura. Bemorni sun'iy nafas apparatiga ulaymiz. Sun'iy nafas apparatiga ulaganimizdan so'ng bemorga gazli narkoz, ya'ni ingalyatsion anestetikni yuborishni boshlaymiz.